Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun geometriya fani bo'yicha a, darslarimizni davom etkazamiz. Biz bundan oldin YouTube sahifamizga 6 ta IDC geometriyani boshidagi 6 ta mavzusini joylashtirgan edik. Endi esa mana davom etkazib 7-mavzudan, ya'ni uchburchak yuzi mavzusidan bugun darslarni davom etkazamiz. Bizni kanalimizga obuna bo'ling va geometriyangizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, bemalol biz darslarimizni ko'rib, berilgan misollarni, namunalarni ishlab chiqsangiz, o'zlaringiz mustaqil holatda ham geometriyani puxta va aniq o'rganishlaringiz mumkin. Mana yaqinda milliy sertifikat imtihonlari bo'lib o'tdi. Endi esa oldimizda mana DTM imtihoni kutib turibdi. Birgalikda xudo xolasa tayyorgarlik ko'ramiz. IDC geometriya, planimetriya qismi va stranometriya qismini to'liq tugatib video dars qilib beramiz. Demak, boshladik. Bugun 7-mavzumiz uchburchak yuzi. Bizada uchburchak qanday ko'rinishda bo'ladi? Istalgan uchburchakni olsak, mana istalgan uchburchakda bizda bilamizki, balandligi bo'ladi uchburchakning. Mana balandlik va asos. O'sha balandlik tushgan tomon. Keling, asosini A deb olaylik. Unda balandligi HA bo'ladi. Ya'ni uchburchakning balandligi va asosi. Balandlik qaysi tomonga tushsa, o'sha tomonni asos deb olamiz hozir. Demak, uchburchakning yuzini topish uchun bizda birinchi formula S uchburchakning yuzi teng asosni balandlikka ko'paytirib, o'sha asosga tushgan balandlikka ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Mana bu uchburchak yuzini topishning eng birinchi formulasi. Demak, istalgan uchburchakda balandligi aniq bo'lsa, uni biz asosiga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, uchburchakning yuzini topar ekanmiz. Bilamizki, uchburchakning 3 ta tomoni bo'ladi va 3 ta balandligi bo'ladi. Ya'ni biz hozir balandlikni A tomonga tushirgan bo'lsak, balandlik B tomonga tushgan bo'lishi ham mumkin. Mana buni HB deylik. Mana bu tomon B. Yokida mana S tomonga tushgan bo'lishi mumkin. Mana bunaqa balandlik bo'ladi. Bu S va biz buni HS. Shunda biz istalgan ikkita balandlik va tomon bilan topishimiz mumkin. Bunda bizda mana bunaqa yana bir formula hosil bo'ladi. Ya'ni uchburchak yuzini topish uchun biz A ni HA ga ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz ham mumkin. B ni HB ga ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz ham mumkin. S ni HS ga ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz ham mumkin. Mana shuni hammasi bitta mana shu uchburchakning yuziga teng. Mana ikkilarni o'chirib tashlasak, mana bu nisbani, ya'ni ko'paytmalar tengligi kelib chiqadi, ya'ni proporsional holatda bo'lib qoladi. Ikkinchi formulamiz uchburchak yuzini topish uchun ikkinchi formula. Xo'p, bizda uchburchakning ikkita tomoni beriladi. Mana uchburchakning ikkita tomoni, mana A tomon va B tomon. Ular orasidagi burchak alfa beriladi. Ya'ni uchburchakning yuzini ikkita tomon va ular orasidagi burchakning sinusi bo'yicha topish bor. Bu yerda uchburchakning yuzi teng, 1/2 o'sha ikkita tomon ko'paytiriladi AB va sinus alfa. Mana bu ifoda bizada uchburchakning yuzini beradi. Bu ikkinchi formulasi. Bu yerda nega bu aynan bunga teng degan savol kelib qolsa, e'tibor bering. Biz bundan oldingi darsda sinus, kosinus, tangens ularni o'tib o'ldik. Ta'riflarini ham bilamiz. Masalan, mana bu balandlik tushgan bo'lsa, e'tibor bering. Isbotini aytib ketaman. Mana bu HB bo'ladi shu yerda. HB bu B tomonga tushgan balandlik. Demak, uchburchak yuzini topishimiz uchun B ni HB ga ko'paytirib 2 ga bo'lishim kerak. Ana endi HB yo'q bizda. HB ni qanday topamiz? HB ni mana bu to'g'riburchakli uchburchak ko'rilyapti mana. HB ni A ga nisbati sinus alfani beradi. Ya'ni masalan buni harflar bilan belgilab olsam, ABC uchburchak, mana bu B da balandlik bo'lsa, ABD uchburchagimiz to'g'riburchakli. Chunki mana bu balandlik bo'lib tushgan 90 gradus. Endi shunda bu qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati shu burchak sinusini beradi. Ya'ni shunda biz sinus alfa teng HB taqsim A deb yozishimiz mumkin. Bunda HB ni topish uchun A ni ko'paytirib yuboramiz. Shunda HB teng A ko'paygan sinus alfa kelib chiqadi. Ana endi mana shu A ko'paygan sinus alfani mana HB ni joyiga qo'yib yuborsam, tepadagi formula kelib chiqadi. Ya'ni bu isbotlangan bo'lib qoladi. Ya'ni 1/2 AB sinus alfa kelib chiqadi.
Tushunarli? HB ni joyiga A sinus alfa qo'yilar ekan. Bu uchburchak yuzini topishning ikkinchi formulasi. Ana endi uchinchi formulamiz. Demak, bizda uchburchak berildi. Uchburchak berildi. Mana uchburchak. Bizda uchburchakda 3 ta tomoni ham beriladi. A tomoni beriladi, B tomoni beriladi va C tomoni. Endi o'sha 3 ta tomoni bilan berilgan uchburchak yuzini qanday topish mumkin desa, bu uchun bizda Geron formulasi bor. Demak, Geron formulasi qanaqa bo'ladi? Demak, formulaning nomi Geron formulasi. Geron formulasida bizda uchburchakning yarim perimetri kerak bo'ladi. Yarim perimetr teng. Xo'p, uchburchak perimetrini topish uchun bilamiz 3 ta tomonni qo'shamiz va yarim perimetr degani uni 2 ga bo'ling degan. Mana bu yarim perimetr. Endi yarim perimetr yordamida uchburchak yuzi qanday topiladi? Bunda Geron formulasi S uchburchak yuzi uchun teng bo'ladi. Ildiz ostida yarim perimetr ayrilgan birinchi tomon A tomon, yarim perimetr ayrilgan ikkinchi tomon B tomon va yarim perimetr ayrilgan uchinchi tomon C tomon. Bular hammasi ko'paytirilib ildizdan chiqariladi. Mana bu formula Geron formulasi deyiladi. Bu Geron formulasi qachon ishlatiladi? Qachonki uchburchakning 3 ta tomoni ham berilgan bo'lsa. Demak, biz uchburchak yuzini topishning hozircha 3 xil usulini o'rgandik. 3 ta usuli. Bular qaysilar? Demak, uchburchakning balandligi bilan asosi berilsa, yuzini topish, uchburchakning 2 ta tomoni va ular orasidagi burchak sinusi yordamida yuzini topish, uchburchakning 3 ta tomoni berilsa, yuzini topish, bu Geron formulasi. Endi bu yerda bir narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Uchburchak yuzini topishimiz uchun bizga mana shu ma'lumotlardan qaysi biri berilishiga qarab formula tanlashni bilishimiz kerak. Mana masalan, balandlik bilan tomon. Demak, unda birinchi formulani ishlatamiz. Ikkita tomon bilan orasidagi burchak. Unda ikkinchi formulani ishlatamiz. Uchburchak 3 ta tomoni ham berildi. Unda mana bu Geron formulasini, 3-formulani ishlatishimiz mumkin ekan. Xo'p, bu Geron formulasini isboti ham unaqa qiyin emas. Mana bu yerdan balandlik tushirib, Pifagor yordamida isbotlab qo'ysak bo'ladi. Mana bu h, mana C tomon bo'lsa, buni x, buni C minus x deb mana shu yerdan x ni topib olsak, ya'ni a kvadrat minus x kvadrat teng h kvadrat. Mana yozib qo'yaman. Qiziqadiganlar isbotlab qo'yishim mumkin. Mana a kvadrat minus x kvadrat bu bizda h kvadratni beradi. Xo'p, b kvadrat minus c minus x kvadrati bu bizda yana h kvadratni beradi. Bu sistemani bemalol h kvadratlarni tenglashtirib x topib olishimiz mumkin. X ni topib olsak, joyiga qo'yib h ni topamiz. H topilgandan keyin oddiy mana bu formulaga qo'yib chiqsak, mana shu Geron formulasi kelib chiqadi. Faqat bu yerda yarim perimetrni ishlatish kerak. Mana buni 2 ni bu tomonga ko'paytirib, a plus b ni topish uchun p minus, ya'ni 2p minus c mana shu formulalarga qo'yib chiqiladi. Isbotlab ko'ring. Agar qiziq bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, biz buni isbotini albatta yo video yechim yoki fayl ko'rinishida tashlab beramiz. Xo'p, bizda yana nimalar bilishimiz kerak? Xo'p, eng ko'p uchraydigan holatlar, ya'ni uchburchak yuzini topayotganimizda bizda masalan birinchi to'g'ri burchakli uchburchakka yaxshilab nazar tashlaymiz. Mana e'tibor bering. To'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchakda a bilan b katetlari o'zi shundan bir-biriga perpendikulyar, ya'ni biri tomon, biri balandlik vazifasini bajaradi. Gipotenuzasi c. Buni yuzini topish qanday bo'ladi? Agar biz buni mana bunaqa to'ldiradigan bo'lsak, bu o'zi to'g'ri to'rtburchakning yarmi hisoblanadi. To'g'ri to'rtburchak yarmini yuzini topishi mana eni bilan bo'yi bo'lib qoladi. Buni balandlik vazifasida kelib deganmiz, ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'ysak bo'ladi. Demak, S teng a ko'paygan b taqsim 2 formulasini ishlatishingiz mumkin. Yana ba'zi holatlarda gipotenuzaga tushirilgan balandlik ham beriladi. Bu hc. Unda S teng gipotenuza ko'paytirilgan, gipotenuzaga tushgan balandlik taqsim 2. Mana formulalarni ishlatishingiz mumkin. Keyin men hozir bu yerda 4-formula qilib yozib beraman. Uchburchak yuzida eng ko'p yana kerak bo'ladigan formulalardan biri bu juda ko'p misollarda asqotadi. Mana masalan, istalgan uchburchakda
Mana bu ABC uchburchak deylik. Mana ABC uchburchak deylik. B uchidan A tomonga istalgan bitta to'g'ri chiziq tushirildi mana. Istalgan bitta kesma tushirildi deylik. O'sha B'da kesma AD, ya'ni AD va DS. Mana bu AD va DS kesmalarga bo'ldik-ku A tomon. O'shalar qanday nisbatda bo'lishi? Mana masalan bu M, bu N kesma bo'ladigan bo'lsa, mana bu yuzani S1, bu yuzani S2 deydigan bo'lsak, mana bu formula har doim o'rinli. Ya'ni S1 taqsim S2 teng M taqsim N. Ya'ni istalgan tushirilgan kesmamiz, mana shunaqa B'da kesma o'zi tushgan mana shu tom kesmalarni qanday nisbatda bo'lgan bo'lsa, tushgan tomonda, mana shu yuzalarni ham o'sha nisbatda bo'ladi. Buni isboti juda ham oddiy. Ya'ni mana bu yerdan bitta balandlik tushiriladi. Mana bu balandlik, mana bu S1. Mana H balandlik, ABD uchburchak uchun ham H balandlik, BDS uchburchak uchun ham H balandlik. Ya'ni u uchun tashqi balandlik, bu uchun ichki balandlik. Ya'ni balandliklar teng bo'lganligi uchun S1 S2 ga bo'lganda balandliklar qisqarib, 1/2 lar qisqarib, M taqsim N chiqib keladi. Demak, tushunarli bo'ldi degan umidamiz. Hozir bu mavzumiz bo'yicha misollar ko'rib o'tamiz albatta. Xo'p, demak, yana bu yerda bir ikkita narsani aytib ketaman. Ya'ni uchburchak yuzida yana ham osonroq bo'lish uchun. Masalan, shu 4-qoidaga ko'ra, mana shu 4-qoidaga ko'ra istalgan uchburchakda mediana tushirilgan bo'lsa, mana e'tibor bering, mana shu ABC uchburchak bo'ladigan bo'lsa, mediana nima qilar edi? O'zi tushgan tomonni teng bo'laklarga bo'lar edi. Ya'ni AD bilan DS teng bo'lardi. Unda yuzalar ham nima bo'lar ekan? Teng bo'lib qolar ekan. Bu mana shuni qoidani davomi. Ya'ni tomonlardan teng bo'lsa, yuzalari ham teng bo'ladi. Yoki bo'lmasam, istalgan uchburchakda hamma medianalarni o'tkazsak, mana bu mediana, bu mediana hammasi o'tkazilgan bo'lsa, bu har bir 6 ta mana kichkina uchburchak yuzalar teng bo'lib qoladi. S. Mana bu ham bir qoida. Endi eng ko'p ishlatiladigan yana bitta qoida, bu 5-qoida qilib yozib qo'ya qoling. Muntazam uchburchak. Masalan, muntazam uchburchak. Mana muntazam uchburchak. Hamma tomoni A bo'lsa. Mana A. Mana bu balandlik ham mediana ham bisektrisa vazifasini bajaradi. Ya'ni H deb qo'ysak bo'ladi. Bular teng. Balandlikni mana bu A taqsim 2 bo'lgani uchun Pifagor yordamida topsak ham bo'ladi, sinus kosinus yordamida topsak ham bo'ladi. Balandlik ildizosi 3A taqsim 2 bo'ladi. Mana bu formula bo'ladi. Xo'p, bu uchburchak yuzi uchun standart formula bor. S teng ildizosida 3 A kvadrat taqsim 4. Ya'ni balandligi mana ildizosi 3 taqsim 2. Uni A ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, uchburchak yuzi. Biz misollar ishlatganda muntazam uchburchak desa, mana formulani to'g'ridan-to'g'ri ishlatib ketishimiz mumkin. Bularni yozib olishlaringizni maslahat beraman. Buni konspekt qilib yozib olasizlar. Uchburchak yuzi haqidagi mavzuni nazariy qismi, endi amaliy qismini boshlaymiz. Xo'p, demak, hurmatli o'quvchilar, mana bu yerda e'tibor bering. 7-mavzuga oid bir nechta misollar tanlab qo'ydim. Bu yerda 10-misoldan boshlaymiz yechimlarini ko'rishni. Bu yerda qarang, to'g'riburchak uchburchak berilgan. Mana bu SDY to'g'riburchak uchburchak. Uni perimetri 18 ga teng. Ya'ni biz agar mana buni A, buni B deydigan bo'lsak, A plus B plus mana bu 8 ni qo'shsak 18 chiqadi. Mana gipotenuza S berilgan. 8 ga teng. Biz bu yerdan A plus B ni 10 ga tengligini bilib olamiz. Ya'ni bunga buni qo'shsa 10 chiqadi, buni qo'shsa 18. Bizdan yuzini toping deyapti. Endi yuzini topish qanaqa bo'ladi? Biz hozir to'g'riburchak uchburchak uchun boya mavzu nazariy qismida tushuntirdim. A ko'paygan B taqsim 2 degan formulani aytdim yuzini topishga. Shunga keltirishimiz uchun biz hozir buni kvadratga ko'tarib yuboramiz. Shunda nima bo'ladi? A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat barobar 100 bo'ladi. 10 ni kvadrati 100. A kvadrat plus B kvadrat bizdan mana bu 8 ni kvadratini beradi mana bu. Chunki Pifagor teoremasida shunaqa edi. Ya'ni A kvadrat plus B kvadrat 64 ga teng. Bu hozir 8 kvadrat 64 u tomonga o'tsa 2 ta AB barobar 100 dan 64 ayirib tashlaymiz, 36 qoladi. Biz bundan 1 taqsim 2 AB chiqishi uchun 4 ga bo'lib yuboramiz. Shunda AB taqsim 2 qoladi. Bu yoqda esa 9.
Demak, S uchburchakning yuzi 9 ga teng ekan. Mana. Ana endi ikkinchi savolga e'tibor bering. Bu 20-savol. Bu yerda to'g'riburchakli uchburchak berilgan. ABC to'g'riburchakli uchburchak. Mana ABC to'g'riburchakli uchburchakda S'da chiziq tushirilgan kesma. Uni uzunligi 17 ga teng, DB kesma 12 ga teng, gipotenuza 25 ga teng va mana shu ABC uchburchak yuzini so'rayapti. Bu yerda nima qilishimiz kerak? ABC uchburchak yuzini topishimiz uchun biz mana shu AC tomon bilan mana bu xo'p, AB tomon topib olsak, ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, buning uchun biz hozir mana bu 25 ga tengligini bilamiz. Bu 17 ga tengligini bilamiz. Bu 12 ga tengligini bilamiz. Belgilashga kiritib olaman. Mana bu joyni keling x deb olaman. Mana bu joyni y deb olaman. Shunda ikkita to'g'riburchakli uchburchak bor bizda. Ya'ni y kvadrat x kvadratini qo'shsam 17 ning kvadrati kelib chiqadi, yozaman. X kvadrat plus y kvadrat barobar 17 ning kvadrati. Xo'p, agar y ning kvadratiga x plus 12 ning kvadratini qo'shsam 25 kvadrat kelib chiqadi. Ya'ni y kvadrat plus x plus 12 ning kvadrati barobar 25 kvadrat. Bu yerda sistema qilib ayirib yuboraman. Pastdan tepani ayiraman. Shunda y kvadratda qisqarib ketadi-da, x plus 12 ning kvadrati minus x kvadrat barobar 25 kvadrati minus 17 ning kvadrati. Kvadrat ayirmasi formulasiga qo'yib, bir marta ayirib, bir marta qo'shadigan bo'lsak, 12 ko'paygan 2x plus 12 bo'ladi. Bu barobar 25 dan 17 ni ayirsak 8 bo'ladi, qo'shsak 42 bo'ladi. Ana endi 12 bilan 8 ni 3 ga 4 ga qisqartirib yuboramiz. Bu yerda 3 qoladi, bu yerda 2 qoladi. Ana endi 3 bilan 42 ni qisqartirsak, mana bu yerda 14 qoladi. 2 kere 14 28 yozaman. 2x plus 12 barobar 28, 2x barobar 16, x barobar 8. Demak, mana bu A da masofa 8 ga teng ekan. Endi mana bu yerga 8 kvadratini qo'ysam, bu 289, bu 64 bo'ladi. Demak, 64 qo'shilgan, xo'p, y kvadrat barobar 289. 64 minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, y kvadrat 225. Unda y teng, albatta 15. Mana bu 15 chiqdi, mana bu 8 chiqdi. Ana endi uchburchak yuzini topish uchun nima qilamiz? 15 ni 20 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Mana bu tomon e'tibor bering, 20 ga teng. Demak, 15 ko'paygan 20 taqsim 2. Bu bilan 20 qisqarib 10 va 150. Mana bu uchburchak yuzi. 23-savolga e'tibor bering. Bu yerda 23-savolda teng yonli uchburchak berilgan. Teng yonli ekanligini o'zi mana bizda chizmada ham aytilgan. Mana bu belgilarga e'tibor berasiz va men tekstini yozib o'tirmadim. Tekstida ham aytilgan edi. Bu teng yonli uchburchakda asosga tushirilgan balandlik ham mediana ham bisektor esa bo'ladi. Mediana degani mana bu 2x minus 9 imiz x plus 3 ga teng. Ya'ni tenglamani yechib olamiz. 2x minus 9 barobar x plus 3. X bu tomonga o'tsa x, bu tomonga o'tsa bu 12. Demak, x 12 ga teng. Bu yerga 12 ni qo'ysak 24. 24 dan 9 ayirsak bu 15 bo'ladi. Bu tomoni ham albatta 15. Shunda biz uchburchak yuzini topishimiz uchun balandlik 9 ni balandlik tushgan tomon, ya'ni jami hisobda 30 hisoblanadi. Shu 30 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Bu bilan bu qisqarib 15, ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak 135. 28-misolda muntazam uchburchak berilgan. Muntazamligini tekstda ham yozgan va mana bu belgidan ham bilib olsak bo'ladi. Muntazam uchburchak nima edi? Hamma tomon teng degan. Biz bunda 5x minus 6 ni 3x plus 4 ga teng deymiz. 5x minus 6 teng 3x plus 4. Ana endi 3x bu tomonga o'tadigan bo'lsa 2x bo'ladi. Minus 6 tomonga o'tsa 10 bo'ladi. X barobar 5. Demak, bizda x 5 ga teng. Xo'p, 3 kere 5 15, buni qo'shsak 19. Bular ham 19, bu ham 19. Uchburchak yuzini toping degan bu yerda ham. Uchburchak yuzini topish uchun standart formula yozdim. Iltizosida 3, 19 kvadrati taqsim 4. 19 kvadrati 361, iltizosida 3 taqsim 4. Mana formula, mana javob. Xo'p. Endi 37-savolda e'tibor bering. 37-savolda nimalar berilgan? Bu yerda uchburchak bor. Bittasi to'g'riburchakli, bittasi istalgan bir uchburchak. To'g'riburchakli uchburchakda katetlari 8 va 6. Hipotenuza albatta 10.
Biz mana bu bo'yalgan yuzani topishimiz kerak. BD'ni topishimiz uchun ikkita tomoni bor. Ular orasida burchak sinus bo'lsa bo'ldi. Sinus mana bu alfa desak, bu ham alfaga teng. Bu uchburchakdan topib olish uchun berilgan. Demak, biz sinus alfani topishimiz qiyin emas. Qarshisida turgan 8 ni gipotenuzasi 10 ga nisbat, ya'ni 8 taqsim 10. Qisqarsa 4 taqsim 5. Uchburchak yuzi S 1 taqsim 2 5 ko'paygan, 12 ko'paygan. Sinus alfani joyiga albatta 4 taqsim 5 ni qo'yamiz. Shunda 5 lar qisqaradi. 2 bilan 12 ketib, bu yerda 6 qoladi. 6 kara 4 24. Demak, bizda ana shu BD uchburchak yuzi 24 ga teng ekan. Mana bu ishlandi. Ana endi 40-savolga e'tibor bering. Bu yerda ikkita to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Bittasida gipotenuza bilan katet berilgan 25, 15. Bu albatta 20 ga teng bo'ladi. Pifagor bo'yicha topib olsak, ikkinchi uchburchakda esa faqat bitta katet berilgan. Yuzada BD yuzini so'rayapti. Ya'ni mana bu BD yuzini topishni so'rayapti. Buni qanday ishlaymiz? Qarang. Bu burchakni alfa deb olsam, mana bu 90 gradus bo'lgani uchun mana burchak beta deb olsam, alfa plus beta 90 gradusligini bilib olamiz. Ya'ni alfa plus beta barobar 90 gradus. Shunda o'z-o'zidan mana bu burchagimiz ham beta ekanligi kelib chiqadi. Chunki 90 chiqishi kerak. Bu burchak esa alfa ekanligi kelib chiqadi. Ana endi 4 nimani qarshisida turibdi? Alfani qarshisida turibdi. Bizda alfani qarshisida necha turibdi? 15 turibdi. Biz mana bu uchburchak yuzini topib, bu uchburchak yuzini topish uchun o'sha o'xshashlik koeffitsiyenti kvadratiga bo'lib qo'yishimiz ham mumkin, lekin oddiy o'xshashdan keling b tomonni topib ola qolaylik, keyin ishlab ko'ramiz. Uning uchun alfani qarshisida necha turibdi? 15 turibdi. O'sha 15 ni olib, bu yoqda alfani qarshisida 4 ga nisbati deyman. B tomonni x deb ola qoling. O'sha bu tomonda betani qarshisida 20 turibdi. O'sha 20 ni x ga nisbati deb x topib olaman. 20 bilan 15 5 ga qisqarsa bu yoqda 4, bu yoqda 3 qoladi. X'imiz 16 taqsim 3 chiqadi mana. 16 taqsim 3. Ana endi x dan foydalanib BD'ye uchburchak yuzini topa olamiz. Uchburchak yuzi teng. Katetlar ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Ya'ni 1 taqsim 2 ko'paygan, bitta kateti 4, bitta kateti 16 taqsim 3. Umumiy hisobda qisqartirib yuborsak, bizda 32 taqsim 3 hosil bo'lar ekan. Mana. Demak, biz uchburchak yuzi o'sha BD'ning yuzi 32 taqsim 3. Xo'p, bizda 40-savol ketgan bo'lsa, 50 va 63 qoldi. Uni hozir yechimini ko'rsatamiz. Xo'p, bu yerda e'tibor bering. 50-savol. 50-savolda bu 13, mana bu 15, mana bu 7, bu mediana 7 ga teng kesma. Mana shu mediana tushirilgan bo'lsa, deyapti bizda mana shu berilgan uchburchak yuzini toping. Mediana uzunligini topish formulasiga ko'ra mana buni x deb belgilab tura qoling. 7 ning kvadrati teng 13 ko'paygan 15 minus x ko'paygan x ga teng. X ko'paygan x emas. Mana bu yerdan kosinuslar bo'yicha ketaylik. Buni alfa deylik. Mana buni 180 minus alfa. Kosinus teoremasiga ko'ra hozir 13 topamiz. Uni qanaqa topsak bo'ladi? 13 kvadrati barobar. Xo'p. 13 kvadrati teng x kvadrat plus 49 minus 2 ko'paygan x ko'paygan 7 ko'paygan kosinus alfa. Bu yerda 15 kvadrat topamiz. 15 kvadrat barobar x kvadrat plus 49 plus bo'lib ketadi. 2 ko'paygan x ko'paygan 7 ko'paygan kosinus alfa. Niye plus bo'lib ketsa 180 minus alfa edi. Ikkalasini qo'shib yuboraman. Shunda bizda 2x kvadrat mana 2x kvadrat plus 98 bo'ladi barobar 13 kvadrat 169, 15 kvadrat 225. Ana endi shunda 2x kvadrat teng, mana 2x kvadrat teng. Xo'p, 169 225 qo'shsak bo'ladi 394. Bundan 98 ayiramiz. 2x kvadrat barobar 296 bo'ladi. X kvadrat barobar shunda 148 bo'ladi. Ana endi x kvadrat bizda aniq. X topishimiz uchun xo'p.
Hozir. Xo'p, demak bu yerda x topsak 237. Ana endi x kvadrati 148. Ana endi mana bu ikkinchi tenglikka qarang. 15 kvadrati 225. Xo'p, mana bu yerda yoza qo'ying. 225 teng x kvadrati joyiga 148 yozamiz. Plus 49. Plus 2 kere 7 14. 14. X joyiga 2 ildiz ostida 37 va kosinus alfa. Ana shunda kosinus alfani topsak bo'ladi. Xo'p, 225 148 ga 49 qo'shsak 197. Bu ayro bu o'tsa 28 qoladi. Shunda kosinus alfani topadigan bo'lsak 28 1 taqsim ildiz ostida 37 chiqadi. Sinus alfani topadigan bo'lsak 6 taqsim ildiz ostida 37 chiqadi. Ana endi uchburchak yuzini, mana bu uchburchak yuzini topib olaylik. Oldin s teng 1 taqsim 2. X joyiga 2 ildiz ostida 37 ni yozamiz. 7 bor. Sinus alfa 6 taqsim ildiz ostida 37. Ana endi ildiz ostida 37 lar qisqarib ketadi, 2 lar ketadi, 42. S teng 42. Mana bu 42, bu ham 42. Umumiy yuza necha? 84 albatta. Xo'p, 63-savolga e'tibor bering. Mana bu BD yuzani ABC uchburchak yuziga nisbat. BD yuzani ABC uchburchak yuziga nisbat juda ham oson. Mana uni alfa deb oladigan bo'lsam, BD uchburchak yuzini topish uchun 1 taqsim 2 6 ko'paygan 4 ko'paygan sinus alfa kerak. Xo'p, katta uchburchak yuzini topish uchun 1 taqsim 2. Demak bizda bu tomon 10, bu tomon 12. 10 ko'paygan 12 ko'paygan sinus alfa. Mana bu 12 ko'paygan sinus alfa. Sinus alfalar qisqaradi, 1 taqsim 2 lar qisqaradi. 6 kere 4 24, pastda esa 120 qisqarib ketsa 1 taqsim 5. Demak, bu yuzalar nisbati 1 taqsim 5. Ya'ni biz bu uchburchak yuzini katta uchburchak yuziga nisbatini topdik, 1 taqsim 5 ga teng ekan. Demak, bu namunalar albatta biz hamma yechimni ko'rsatishimiz shart emas, chunki hamma yechimlarni ko'rsatsak, sizlarda fikrlashga vaqt qolmaydi. Mana shu ko'rsatilgan namunalar bo'yicha mana shu mavzuni ishlab ko'ring. Yana savollaringiz bo'lsa, bemalol yozing, biz ularni tushuntirishga harakat qilamiz. Demak, geometriya bo'yicha bilimlarni oshirishda davom etamiz.